Kanalga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny Dark Madness degan o'yin o'ynaymiz. Agar do'stlar videochamiz yoq ekansa bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki do'stlar Granny xolaning eski versiyasida Slenderman opani yoshligi, Slenderman opani enasi keyin akalar nasib beradigan bor. Bunaqalar eski versiyasini ham o'ynab do'stlar vertolyotdan qochgan. Mana bu video kanalda ham bor. Eski versiyasidan eshikdan qochib bo'lmasdi. Shuning uchun do'stlar yangi versiyasini qochib bo'layotgan qilibdi. Shu sabab do'stlar buni eshikdan qochishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh demak do'stlar, mana bizda birinchi kunimiz boshlanyapti. Granny xolaning eski versiyasi juda ham do'stlar ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki bular uzoqdan ham rivojdan qaytmaydi. U narsalarni atrofiga kirib chizib qo'yibdi, ya'ni do'stlar mana bunday bo'lib yaltirab turadi. Bu bilmadim endi yaxshimi yomonmi. Mayli qilib ko'zani olamiz, eshikni ochamiz va do'stlar ko'zani pastga tashlab qo'yamiz. Ana ikkalasi kelib tursin do'stlar, oqbosh bilan Granny xola o'qa qilib bu yerda kerakli narsa bor ekan. Xo'sh demak, yana qilib o'sha oqboshni men kallasini ko'ryapman. O'qaga xolayim keldi, poylaylikcha do'stlar. Nima qilar ekan, ikkalasi meni ko'rmayapti. Bu yoqdan tushsa ham bo'lar ekan akalar. Noskash akalar ko'rdi, buni mana bu yerga tashlaymiz. Qani ol akalar, mana shunday baklar juda ham yomonda turib birachki eshikni ochamiz. Ana akalar ikkalasi ham birga bo'lib kelyapti. Xolani kuyovini bo'yi uzun ekan akalar, xoladan da baykalar buni tomondan qochamiz. Yaxshi akalar ikkalasini o'qib ketdik. Mana shu eshikni ham yo'q qo'ydik akalar, har ehtimolga qarshi ketdik akalar. Birinchi navbatda mana shu yerda tekshiraylik-da akalar. Akalar tarvuz bor ekan, mana shu yerda har doim akalar narsa bo'ladi. Bu juda ham yaxshi. Demaklar tashqariga chiqamiz. Bu yerda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki Slenderman opani yoshligi aynan akalar mana shu yerlarda yuribdi. Bu yoqlarda qaraymiz akalar, yaxshi. Akalar uyda ichiga kiraman deb janjal qilayotgan ekan. Mayli akalar, o'sha tomonda o'ynab tursin. Ungacha akalar biz quduqni tepaga ko'taramiz va quduqning ichida nima borligini ko'ramiz. Uni pampers kiygan jalloddan ehtiyot bo'lish kerak. Qiz bolamikan akalar, o'g'il bolamikan men hayron qolyapman. Agar pampersi bor ekan, bo'lmasam o'zim sizlarga aytardim. Xo'sh, o'qagalim keskish chiqdi. Juda ham yaxshi. Endi xola bilan ana noskash akalar endi mana bu yerga chaqiramiz. Olib tepaga chiqib Slenderman opani akalar enasini ham oldiga chiqish kerak. Tishlab olmaydimi, buni birachga ehtiyot bo'lish kerak edi. O'shda bemida ochildi. Bo'ldi akalar. Mana shuni tushirmoqchi edim kastrulkani, lekin o'zi tushib ketdi akalar, yaxshi. Mana yoqdagini unutibman akalar, mana shuni ham o'g'darib beraylik. Ovoz chiqardi akalar, ko'ryapsizlarmi? Lekin mana bu yerdan tez yuradigan qilibdi akalar, juda ham yaxshi yangi versiyaga o'xshatibdi. Buni akalar mana shu yerga tashlaymiz. Qani birinchi yana bir marta tashab qo'yamiz, yaxshi. Endi menimcha bor akalar, sekingina tuglarni ham kesaversak bo'lsa kerak. Yana ham bilmam. Xo'sh, mana shu yerdan sekingina chiqa olamizmi? Buni o'g'darmasdan qani birochka sekingina yo'q akalar, biz bu tomonga o'tolmayapmiz. Buni tomondan urinib ko'ramiz. Eshikni yana ochyaptimi deyman-da, juda eshitdi akalar ikkalasi. Mayli akalar, menimcha tepani kesib ko'ramiz degan umiddaman. Qani birochka kela qol, kesa qol. Yaxshi akalar, kesdi, eshikni qaytarib yopib qo'y. Birochka endi akalar mana bu yerda kesamiz, yaxshi mana bu yerda o'ldiramiz. Yaxshi akalar, yepladik. Buni mana bu tomonga tashab qo'yamiz. Ana noskash bilan xolam bu tomondan kelib tursin. Voy, kirib ketma. Sizdan tagiga kirib ketsa akalar, keyin buni qanday olamiz? Tabii men shunga tashib qo'yamiz akalar, yaxshi kirib ketmadi. Bir-ikki marta o'ynab ko'rdim, kirib ketdi narsalar akalar, men ham o'yinim ham kirib ketdi-da. O'sha vaqtda kod yo'q ekan, odatda mana shu yerda ham turardi. Buni orqasiga akalar hech bola yo'q. Hozircha ko'p narsalar topishimiz kerak-da. Qani sekingina tepaga chiqamiz, hech kim yo'q degan umiddaman. Yaxshi akalar, hozircha hech kimda turqi basharasi ko'rinmayapti, bizga rasm kerak emas deb o'ylayman. Yig'ib o'tirmaymiz akalar. Eski versiyaga tez qochamiz. Vertolyotdan o'sib bor ekan. Mayli akalar, olib qo'yamiz baribir akalar, vertolyotdan qochmasa ham. O'sha hozircha ochxonada hech kim yo'q, lekin qadam tovushini eshityapman-da. Buni shu tarbuzni olaylik akalar, borib tarbuzni ham chaqib kelamiz. Chunki buning ichidan ham akalar kerakli narsa chiqadi, kalt, malit o'shanda narsalar chiqadi buning ichidan. O'shani Slenderman opani yoshligi nariga kirdi. Qani birochka bos bo'yi akalar, qochamiz. Bu uzoqdan ishlaydigan odat bo'yi. Buni ko'rasizlarmi akalar? Bu ham biratda, bu birochka. Davay, ungacha akalar mana bu yerda anavni ham ko'rdim, Playhouse kiydi bitta narsasi, короче, mexanizmini bir bo'lagi. O'shani ham akalar olib kelib qo'yamiz. Akalar, mana uni bitta tiqirdatib o'ramiz. Bir daniga akalar xola bilan ana naskashni ham chaqiramiz akalar. Bir daniga bu akalar Master Key chiqdi. Yaxshi akalar, bu Master Key bizga anavga qochishga yordam beradi. Buni bir-ikki marta tiqillasak, naskash bilan akalar xola keladi. Ikkalasi tashqariga chiqib akalar, u yoqqa aylanib turgan paytlarni ko'rasizlarmi akalar? Bu kelib qoladi akalar. Keladi desam bular kelib qoladi. Yaxshi. Hozir ikkalasi ham kesin akalar. Ikkalasi kelish bilan bo'ldi akalar. Oqbosh keldi akalar, sudralib Nogiranga o'xshaydi. Bu Nogiranga qanday qilib qizini bergan bu? Xola ham keldi akalar, yaxshi. Voy,
Silindirin opan akalar yoshligi bu yoqqa kirmasligi kerak-da. Akalar eshik ochilgan paytda kirib olgan. Mayli akalar bunisiga ham chidaymiz. Endi akalar silindirin opani yoshligi ham uyda ichida yuribdi. U ham qo'shilib quvolamasa bo'ldi, ana noskash bilan xolamga qo'shilib mana akalar o'rnimizdan turyapmiz. Bir marta yaxshigina oyog'imizni tishlab oldim. Mayli akalar yig'lamaymiz, buni ovdiramiz akalar, chunki ikkinchi qulf deb mana ikkinchi kunda akalar mana eshik qulf bo'ladi. Ya'ni bizni xonamiz akalar xola qulflab ketganda, kirib shuni ochish uchun ovoz chiqaramiz akalar. Xolaga o'zi ochib ketadi, keyin biz akalar sekingina chiqib ketsak bo'ladi. Qani xolajonim tez-tez keng joyda eshitmadimi deyman-da akalar. Bularni eshitmaydigan odati ham bor ekan, bilmayman, quloqning ichiga pashsha-mashsha bit-bit kirib ketganmi deyman-da. Nima bo'lsa ham it pashsha kirgan bo'lsa kerak. O'shagilar demak kelmayapti. Endi akalar buni yana bir marta ovdiramiz va risk ochamiz. Endi akalar aniq keladi, meslarga keladi dedim akalar. Mana hozir akalar eshikni ochib bo'lsin, keyin akalar biz izidan sekingina chiqib ketishga harakat qilamiz. Bo'ldi akalar, men ikkalasi ham kelyapti. Yaxshi birachka. Davay eshikni yopib qo'yamiz. Yaxshi akalar o'lgirdik. Mana shu yoqda ham bir tekshirib ketaylik. Qani birachka. U akalar bu yerda bolg'a bor ekan, bolg'a juda ham kerak. Buni uni tushiramiz. Qani ikkalasi ham kelyapti. Kela qolinglar. Bittasi meni xolamda akalar ko'z yonyapti. Ko'rasizlarmi, endi xolam ko'z yonishini. Mana o'rgimchakdan ehtiyot bo'lish kerak akalar. Eng opasnisi o'sha tishlab olsa akalar yomon bo'ladi deb akalar chiqib ketamiz. Eshikka bitta ekstra lok qo'shildi deyapti. Akalar kod qo'shilgan ekan, boya yo'q deb buni yopamiz. Ana noskash akalar izimizdan kelyapti-da. Tez-tez akalar buni buzamiz, yog'och topib akalar mana yerga qo'yamiz. Yaxshi akalar, endi mana yerga yoshinsa ham bo'ladi. O, mana u bor ekan akalar. Yaxshi, mana u qayerda ekan? Ana xola ham yuribdi, ko'rasizlarmi akalar? Shu xoladan o'tishni yomon ko'raman-da akalar. Mayli, buni kalit akalar mana shu yerga tashlasa, hozir noskash bilan endi xola keladi, biz esa akalar vipning oldiga boramiz. Va ikkalasini ham akalar dangillatamiz, ya'ni uxlatamiz akalar. Mana keldi, tirnoqlari o'sib ketgan edi, bu birachkani bor-ku. Qani kelsin akalar. Davay akalar, buni tomondan suramiz, tepadan tushib qolmadan noskash ko'rdi-da akalar. Yaxshi akalar, kelmayapti. Borib akalar bundan foydalanib, ana uni ham o'g'lamiz akalar, weapon ya'ni arbalet. Qani birachka tezlik bilan ol. Akalar, ular ikkita bo'lgani uchun qarorchi bitta o'qday o'sha tomonga otib qo'yamiz. Bittasi esa hozircha bizga kerak bo'ladi, shuning uchun o'zimiz bilan olamiz. Qarorchi trayektoriya bunday. Hozir bittasi kelgandan keyin akalar shuni bittasini otamiz, tomon o'q tushini olamizda, keyin ikkinchisini ham akalar uxlatamiz. Prosta akalar ular kelish kerak. Shuncha paytgacha kelish kerak edi, nimagadir kelmayaptimi deymanda. Bir xil payt akalar unutib yuboradi, bilmayman akalar shuni nimaga unutib yuboradi. Ovoz chiqargandan keyin endi akalar kelish kerak edi. Shuning uchun akalar bir ikki marta ana o'qib qo'yish kerak edi. Mana u ham ovoz chiqarmayapti, bor-ku. Mehlarda ham baloni o'qi ham yo'q. Mayli akalar, buni tashlaymiz. Zo'y bir ochga unday qilma. Akalar kirib ketyapti. Yo'q akalar, kirib yo'q bo'lib ketdi. Qayerga ketdi endi? Buni pastga ketgandir-da. Akalar, mana bu yerga tushgan ekan. Bu bir ochga ham akalar loyda qaranglar akalar, devorda patologni ichidan o'tib ketyapti. Qaranglar, buni o'qib olamiz, kelib qolmasa bo'ldi. Uncha qiymat deb o'ylayman akalar. Lekin hozir endi aniq keladi akalar, kutamiz ozguncha. Kelishi bilan bittasini uxlatamiz, keyin akalar buni o'qitib ikkinchisini ham uxlatib o'raveramiz. Nimagadir kelmayapti akalar. Mana akalar keldi, yaxshi bittasini uxlatdik. Endi buni olamiz. Yana bittasi uxladi. Voy, nima bo'ldi akalar? Hozir qandaydir bak bo'ldi-da. Mayli akalar, yig'lamaymiz, ketdik. O'rgimchak. Yo'q akalar, yaxshi, eshikni oldida turibdi. Ichkariga kirsa tashqariga chiqaman deb janjal qila. Tashqarida bo'lsa ichkariga kiraman deydi. Bor-ku, bu o'rgimchakka ham tushunmaysizlar. Davay akalar. Hozir mana bu yerdan xola keladi. O'sha tomonga ketadi. Bu uzoqdan uradi akalar. Davay. Yaxshi akalar, xola men tomonga yurib kelyaptimi? Xola yurmang. Yaxshi akalar, men olamiz, men tomonga yurganda akalar qo'rqib ketdim-da, xola urib yuboraman deb tepada aytib berganim akalar otib tushirib beramiz. Yaxshi akalar, terkiyamizga kerak bo'ladi. Endi yer to'laga tushamiz, eshikni yopib qo'yamiz akalar, har ehtimolga qarshi. Xo'sh, mana shu atroflarda akalar mana keskich yerda turgan ekan. Birinchi navbatda borib akalar, qarorchi keskich bilan borib tepada simni kesib kelishimiz kerak. Yaxtiysa akalar, robotga o'xshab yuradigan xola qo'rqilyapti-da, bor-ku, o'zini chizig'i bo'ylab yuradi akalar, shu chiziqdan chiqmaydi. Prosta o'tayotgan paytda ana shu xolaga tegib ketmaslik kerak akalar, tegib ketsa yediradi. Xo'sh, demay, buni eshikni yopib qo'yamiz. Xola bola tirilib akalar mana shu yerga kelib qolsa, bir necha sekund ushlab turadi. Mana xolani qaranglar. Sekingina o'tib ketamiz akalar, buni tomonga o'tib ketsin. Qani bir ochga yaxshi akalar, bu xola ham uzoqdan uradi akalar, ana shunisi apasini. Yaxshi akalar, bittani olib oldik. Buni ochamiz akalar, buni ham ochamiz. Hozir buni xoladan qutulishimiz kerak-da. Bu xola akalar
Короче, o'zini yo'nalishi bo'yicha yuribdi-da. Hozir kirmang. Yaxshi akalar, kirmayapti, o'zini yo'nalish bo'yicha yuribdi. Davay akalar, voy, orqasiga qaytib qoldik. O'ylanglar, sal qolgan ishlardi bor-ku. Yaxshi akalar, qutulib qoldik. Bu xola ham uzoqdan uratdi akalar. Eng opasnisi shu-da. Mana yerga qopqon qo'yib ketdi akalar. Yaxshi qopqonga tushmak mana yerda qurolimiz ham turibdi. Ko'p akalar asab qo'yinaversa, ana o'rgimchakdan ehtiyot bo'lish kerak akalar. Eng opasnisi davay akalar, tashqariga chiqamiz. Yaxshi akalar, bizga bitta oz kalt kerak bo'lyapti akalar. O'sha kalt olsak, mana uni ham bu yoqdan ham qochgandik akalar. Agar kommentariyada 10 tadan oshib ketsa akalar, har xil odam yozsa, vertolyotdan ham qoching desalar, qochib yorishimiz mumkin, aytib bo'lmaydi akalar. O'sha demay, sekingina chiqamiz akalar. Qani birachga mana shu akalar eslangda bu soat berkani olib kelib tashlavdim. Xola aynan akalar mana shu yer to'lada paydo bo'ladi. Ana shuning uchun ham akalar qo'rqsa bo'ladi-da. Bosh buni ichida akalar, mana yerga tashab qo'yamiz. Keyin akalar bu yerdan safega chiqdi akalar. Yaxshi. Qani birachga ketaverik. Jana xola mana shu yoqdan paydo bo'lgan. Ko'ryapsizlarmi? Xola sizdan yomon odam yo'q. Akalar, buni mana bu yerga tashlaymiz akalar. Ovoz chiqaradi. Bosh nimaga xola ketmayapti akalar? Ha, bo'ldi akalar, sekingina ketyapti. Xola yer to'ladi akalar, mana shu qon yaloqda ustida paydo bo'ladi eski versiyada. Shuning uchun qo'rqish kerak. Navay akalar, Playhouse kiydi oldik. Bu ham akalar yaxshi kalt endi akalar bor. Bu o'yinchoq uychani ochib olsak bo'ladi. Ikkita mexanizmini ham topganmiz. Katta ehtimol bilan akalar o'yinchoq uyda ichidan ana chiqish kerak. Nima hamda kalit chiqadi akalar, yana ham bilmam. Demak akalar, buni ovoziga ham endi keladi akalar. Ana shunisi opasnidan qani birachga akalar, iloji boricha mana ularni tezlik bilan joylashtirishga harakat qilamiz. Qani yaxshi akalar, endi pedalga kiydi oldik. Bu kaltam akalar bizga juda ham kerak bo'ladi. Eshikni ochdi. Davay birachga mana qo'chamiz. Yaxshi akalar. Hozir Nasviratni ko'rdim, Silendrin opani yoshligi ham ko'rdi, xola ham ko'rdi. Hammasi ko'rdi bor-ku. Akalar bular ko'raverar ekanda endi. Mayli akalar, ko'rish tugashi bilan ana o'yi nima bo'ldi hozir? Akalar uzoqdan urib yordi bor-ku. Bu nima bo'la, bu Silendrin opani yoshligida akalar endi bilsa ham bo'ladi. Unga qarab bo'lmaydi-ku akalar, Silendrin opaga yoshligiga ham qarab bo'lmaskan akalar. Ko'ziga bitta qarovdim akalar, bir ko'z qisdi akalar. Tinchidimda qaramas kerak edi. Mayli akalar, endi yoshlik qilib qarab qo'ydik. Nima akalar, mayli akalar, 3-kun bizni xo'rlashdi. Faqat shu Silendrin opani yoshligi akalar bizni xo'rlab yotibdi-da. Uni ham akalar bak qilib anani qaranglar akalar, xolani rasmi gapimdan nima dashib ketdim, borku xolani rasmini ko'rib, yaxlarni tekshirganmiz. Har doimgidek akalar bu yerdan hech baloy battar chiqmagan. Demak, qaraychi akalar, atverka hozircha bizga kerak bo'lmaydi. Shu akalar yana shu yoqqa borib olishimiz kerak. Men derazadan o'tishga qo'rqyapman. Bu yerda ham akalar. Hozir anodan qochib bersak bo'lar ekan. Nima hamda vertolyotdan, prosta akalar vertolyotdan qochganimiz uchun yoqdan boshqa qochmaymiz. Sekingina qaraymiz, uni yoshligi xavfli akalar, odam qo'rqib qoldi. Uzoqdan akalar urib beryapti. Ana akalar, yaxshi ham derazadan o'tmabman. Derazadan qoch birachga. Derazadan o'tganimda akalar yedirib yuborishi ham mumkin edi. Qani birachga akalar, endi buni kalt olamiz. Yaxshi ana yoshligi ham akalar g'oyib bo'lib qoldi hozir. Bizimdan qo'yayotganda qaysidir go'rga ketib qoldi. Meni ko'rsa akalar, ana derazani oldiga boraman-ku, ichkariga kirib akalar, ichkarida derazani oldiga boraman qilyapti. Mayli birachga shaqa boraveringgacha men mana yoqda ishlarimni sekingina borib akalar, shoshmasdangina qilaveraman. Ketdik akalar, xola ish qilib yer to'laga kelmasa bo'ldi, noskasham kelmasa bo'ldi akalar. Chunki bir xil payt eshitmay qolib akalar, xohlagan joyga boraveradi. Demak akalar, mana uni tushirib yuboramiz. Buni ovoziga kelishi juda ham yomonlar. Eshikni ochib ko'rasizlarmi? Biz esa akalar mana yoqda kod ham bor, aynan shaqa qo'yishimiz kerak. Shuning uchun xola bilan ana noskash akalar buni tomonga aldab-suldab chaqirib turamiz. Qani birachga buni tashlaymiz. Kod faqat do'stlar bizning ichiga kirib ketmasa bo'ldi. Kirib ketsa akalar tamom. Shu yerda qolib ketamiz desam aldagan bo'laman akalar, chunki vertolyotdan ham qochib olsak bo'ladi. Ikkita qochish yo'li bor. Demak akalar, sekingina o'tchamiz. Yaxshi akalar. Hozir kodni qo'yamiz akalar. Demak birachga kodni qo'yib akalar, demak surib olamiz bu yerdan. Kimdir eshikni chuqilyapti-da, kimdir kiradi hozir akalar. Shu eshikdan kirgan odam xola ekan akalar. Mayli akalar, xola mana yoqqa o'tib ketdim. Yaxshi. Endi borib mana sekingina kalt olamiz. Ikkalasi ham shu yerda turibdi akalar. Qo'ynana kelin, ana noskash ko'rdi akalar, bizdan qo'yapman, shu rasmda ham tushirib ketaylik-da. Xola ham mana yoqqa kelib tursin akalar. Mana yoqdan kelib qolsa shu olishi mumkin. Davay akalar, mana do'stlar, Granny Dark Madness o'yinidan surib oldik. Hammasini qo'shib, agar do'stlar videochamiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosinglar. Bundan bosinglar. Xola qarab qoldi. Silendrin opani yoshligi Nosferatu kallasi joyida bo'lmagan xola ham boshini o'sga chiqib qaradi. Boyni aytganimdek do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosinglar. Bundan bosib qo'ying.